Assalomu alaykum qadrli andijonliklar. Mana xolamiz uyiga darvoza qo'yib ketyapmiz. Xola, xizmatlarimiz yaxshimi? Rahmat, rosa yaxshi, yo'qdi o'lim. Aytganingizni 15 kun ichida qilib keldingmi? Ishonsa bo'lar ekanmi? Tayyor bo'ldi, Allohga shukr. Xizmatlar yoqdimi? Bitamtaligindagi muammo bo'lmadimi? Yo'q, muammosi yo'q, Allohga. Ko'yningizdagi bo'ldimi? Ko'yningizdagi derazalaringiz, lestitsalaringiz. Nima deysiz bu? Ishonsa bo'ladimi bizga? Ishonsa bo'lar ekan. Ha, original mana kelaverasizlar. Ishonsa bo'lar. Qayerdamiz? Xola adresni tushuntirib qo'ying vatandoshlar. 9-bo'lim Qo'shtepa, Qo'rg'ontepaning 9-bo'limidaman. Ha, Qo'rg'ontepa, Qo'shtepa 9-bo'limi. Aka-ukalar, mana kazirovlar bilan xolamizga darvozamiz qo'yib ketyapmiz. Rishotkalar ham qilib berganmiz. Mana latoning ustiga. Ha, derazalariga ham qo'yib berganmiz. Eng ishonarligi. Aldo yo'q. Mana aka-ukalar. 1.8 da bo'lgan 2 qavatli eshigimiz. Aka-ukalar bemalol murojaat qilaverasiz O'zbekning darvozalariga aka-ukalar.